Assalomu alaykum. Audi A6 to'rtinchi avlod 3 ob'yon TCI kvartira avtomobilimiz. Narxi 9,5 million won. Dollarga $6,500 to'g'ri keladi. 2014-yil 129 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i benzin. 3 ob'yomli Audi avtomobilimiz. Mashinani bufellarga mana spoilerlar qo'yib, chiroyli qilib qo'ygan. Ideal holatda. Kimga kerak bo'lsa, inomarka mashinalar modellari mana. Turli eshik beskuvchi dastur. Salon mana nima deyapti salon. Ладовый. Ideal holatda akalar. Oldi salonimiz bizda eskirib qolibdi. Elektronnik sidina snaylari sal eskirib yitilib qolibdi. Bunga chexol kiydirib olsa bilinmaydi. Elektronnik sidina pamplarigacha bor. Mashina ideal holatda. Avtohold, avtoparking, sport, eco rejim, hamma rejimlar mavjud. Mashinamizni black box'i, IPS lyuklarigacha bor. Ideal holatdagi Audi avtomobilimiz. Kimga kerak bo'lsa akalar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shunaqangi mashina kerak bo'lsa, topiramiz xohlasa. Bu chexolda bu sidinani chexol kiydirsa normalniy, adak almashtirib qilaman desa, bu ko'jalik uchun uncha qimmatroq to'g'ri keladi. Chexol kiydirib, yeni yursa bo'laveradigan joyiga. Ideal holatdagi Audi orqa faralarini qarang. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ideal holat.